anglitishni davomlashtiramiz. Anvar odiy maktabdimi g'amsiz o'tdim deb aytolmaydi. Qizning go'zal ruxsari yuragining bir yerini chimildatib, chiroyli ko'zlari bilan beqishlarini har vaqt eslab, hamisha uning g'amida bo'lib keldi. Ansirdi, tashvishlandi. Mangulik yo'qotib qo'yishdan qo'rqdi. Sabab u Gülenber bilan muhabbat to'g'riliq biror eg'iz paranglashib baxmagan. Bir-biridan tatinish, o'ttirdagi sherin bir to'saqni bo'satmagan. Şunu o Anvarni dağu hasratda qo'yib to'y qilib ketishi, yot birning xotini bo'lib ketishi turg'anli gap. Anvar tarixataq ichida menib herib qoldimi, aytavur yezik ustida oldiga kelib o'tirdi. Endi u o'tadigan darslarni tayyorlashi, oldida dövləklik topshiriqlarni tekshirishi kerak. Nima degan ko'p ishlar bu? Qilqasi tugamagan. Uning ustiga kundalik chiqib turgan. Həcəb burun o'qituvchilarning qadriga yetmay, ularni qaqshitib degan, tishiga tegib degan. Nemishqa shunday qilgan bo'lg'aydi ekan-da. Endi u hammani bilyotdi. Bakmo qadriga yetyotdi. Ishning tuyuqsiz chekilishi uni xiyoldan uyg'otdi. Kerang, pa, o'qituvchi bo'ldim deb kitoblarning ichiga cho'kib olganingizmi bu? Qo'ng'iroqdek zil ovoz oliy darajalik attir puraqi. Mana Anvarning oldida go'zal bir qiz kulib turadi. U shuncha nazokatlik, kishiga pariga o'xshash yumshoq bir tuyg'u his qildiradi. Yakshanba kunimi yotoqqa bekinib olamdi kishi. Yigit degan yigitdek bo'lish kerak-da. Qiyo beqish, qopqini suzishmi bir chiroyli. Anvar uni taklif qilguncha u tortinmayli kelib karvatga o'tirdi. Mana sho'xliq. Yoshlarga xos jasorat. Xeyli ipimiz borkan juma Anvar. Qiz chiroyli beshini bu yoqqa burab, hamma yerga tekshir qarab chiqdi. U beshini midirlatganda qo'liqidagi halqasi pildirlab chaqnab turadi. Yotqingizni qizlar yotig'idek ratlik, pokiza tutibsiz. Tamdaki manzara rasmlarimi yotoqni hajab etibdi. Rahmat sizga. Endi hozircha shundaqli bir Anvar xizmatdoshi Dilnurning kashf bo'lganda yotqiga kirib kelishidan bir oz ajablandi. Xo'sh, bugun yotqimga qadimingiz yetib qopti-ku. Qarshamaydigan o'xshamamsiz. Dilnurning chiroyida siz norozilik alomati aks etdi. Yaqay, mundaqli so'rashim. Siz izlamagan bilan, yana shu nozlik beqish, siniq tariqasida tikilgan cho'lpan ko'zlar. Biz sizni tashlab qo'ymaymiz. Siz bu endi shu naqdni desam, men mundaq bir ish bilan kirdim. Bugun bir qanchaylan bizning yotoqqa yig'ilgan. Turiblar siz yodimga kelib qoldingiz. Shuning bilan o'ltirishga taklif qilib, shaxsan o'zim kirdim. Qani? Men bilan mening. O o'rnidan turib etib, buyruq talab qildi dedi. Bo'lsa-ku, shunday qilsam bo'ladi. Qaramamsiz. Yani bir muncha ishlar menga qarashliq. Beshini qashladi Anvar. Hukumatning ishi degan kunda bor. Yuring biz bilan o'ltirib, birdan ko'ngil ichib chiqing. Yosh odam degan bo'vay mijoz bo'lmaydigan. Yuring a? Dilnur uning peshidan tortqishladi. Rastullah afsus. O'ltirishinglarga daxil bo'lamaydigan bo'ldim. Qadimkilar bugungi ishni atiga qo'yma deb ekan. Xafa bo'lmasangiz, keyincha yana bir o'tiradigan fursatni chiqib qolar. Qaraganda xotinlikdimi chiroyli o'xshaysiz? Dilnurning chiroyidagi tabassum yo'qib, lasitida bo'lib qoldi. Bo'pti amsa, kelar qatim shunday qilsangiz, o'nimayman jumi? Deganingizdek bo'lsin. Bu qatim yaxshi ko'nglingizga rahmat. Kelar qatim cho'qim. Anvar qizni o'zitib qo'yib kirib, oldidan dövləklik turgan topshiriq daftarlarini tekshirdi. Orqadan dars tayyorladi. Bu chaqda vaqtni bir yek berib qolgan edi. O'ltirish, tugamaydigan o'ltirish. Xuddi bu ishlarni bir odam kelib qilib berdigandek. Anvarning ko'ngliga qandoqdir bir o'y kechdi. To'g'ri,
Mən birər parça maqala yazıb e'lon qilib, ularni sərgitib qoymaymanmı? O'qitish sifatining tövan bo'lishini yolg'iz o'quvchilardan ko'rgili bo'lmaydi da. Anvar qog'oz elish uchun tasmani ochdi. Ochdi-yu, allaqandoq cho'chish ichida yuragi chiqqidi qilib, butun badani kuyishgandek, tasavvur qilg'usiz bir illiq yiqin vujudiga taralgandek bo'ldi. Mana uningga eng tonish, eng qadrlik, eng ulug' bo'lgan kichikkina nafis quta. U titrab turgan qo'llari bilan uni oldi. 7 yildan buyon o'z yenidan ayirmay kelayotgan bu quta uning muqaddas narsasi. Shundaqla eng pinhon tutib kelayotgan, o'zidan bo'lak ikkinchi bir odam bilmaydigan maxfiy siri. Balkim u bu sirni umr bo'yi hech kimga bildirmay, u dunyoga elib ketar. Bu qutini ko'rib turmasa, ko'ngli orom topolmaydi. Anvar qutini avaylab echib, uning ichidagi kichikkina kirpikka bir xasa qarab turib ketdi. Hey, kirpik, sana qachonmi jon kirar deyman. Odamni qiynaysan-u qiynaysan. Seni yenimda saqlayotgani to'p-to'g'ri 7 yil bo'ldi. Bu jarayonda men nurg'un o'zgardim. Chiroy shaklim, bo'yim, ovozim, ammo sen o'zgarmading. Men seni qadrladim, azizladim, e'tiborladim. Mundaqcha aytganda men Gülenberni butun vujudim bilan yaxshi ko'rganim uchun senimi uning o'rnida yaxshi ko'rib keldim. Aytqana, Gülenber hozir nerede? O oliy maktab imtihondan o'tolmagandan keyin qanday qildi? Biz shu chaqlarda ko'zlarimiz orqali bir-birimizni haddidan ziyoda yaxshi ko'rishadiganligimizni bilsakmi, buni ig'izimizdan chiqarishga qodir emasdik. Gülenber shundoq oq ko'ngil, axloqli, go'zal qiz edi. Bo'libmi menga hammadan bak yoqadigani, uning sahro qizlarga xos tortinchoqligi edi. O'zimni qancha ayblasammi, ozliq qiladi. Nemishqimi shu vaqtlarda loyihasallik qilib, ko'nglimdagini uninga aytmagan bo'g'itdimkin ta. Gülenber bilan ikkimiz kichigimizda birga o'ynaydik. Dars takrorlagan chog'larimizda heliqi sidi daraxti bizga pishg'irim ottabda soya bo'ladi. U hozir menga o'xshash bechoralashib qatdi. Ajab chog'lar ekandik. Shunda hamsiz, tatinish, xijil bo'lish deganlarni ancha o'ylab ketmaydigan. Sabiy qalb, beg'ubor yillar. Vaqtning o'tishiga ergishib bizmi cho'ng bo'ldik. Shundaq kunlarning birida ikkimiz aşı yo'g'on seli ostiga jo'zimizni qo'yib dars tahrorlab o'tiratdik. Men to'satdan sening uning ko'zi ostiga tushib qurib qolganligingni ko'rib qoldim. Aslida cho'nglardan qarshi tarafdan kirpikini qo'yniga silib olsa, o'tirdagi muhabbat texmi kuchayib ketarmish degan so'zlarni anglab olgan edim. Shuning bilan seni qo'lga tushirishning ko'yiga tushdim. Shundaqla elvasam Gülenber boshqacha o'ylab qilishi mumkin edi. Oxiri men uningga amal topdim. Gülenber deyishim bilan tang jinimni qaqshtadigan bir jup nurliq ko'z menga o'tliq nazar bilan tikildi. Sizning mushu holingizda bak yorishibdi jumi? Men shundaq degach qandoqdir holni ko'rsatgan bo'lib, bigiz barmoqim bilan seni achchilla ilib oldim. Odamlar jiddiy paytda ana shundoq aql o'ylab chiqalaydi. Men dastlabda uningga tuydirmay bigiz barmoqimning uchini ozroq nantib olgan edim. Shuning bilan u hech nimani sezmadi. Ammo mening butun badanim o't oldi. Yuragimning so'qishi tezlashdi. Xuddi bir gunohliq ish qilib qo'ygandek jiddiylik his qildim. Xayriyat. U butun zehni bilan kitob ko'rib atqashqa bunimi bayqamadi. Uyga qaytib borganda sana qanchalik qarab turib ketganimni bilmayman. Bir chaqda qo'ynimga solmoqchi bo'lib, ixtiyorsiz to'xtab qoldim. Qandoqdir, ey ahmoq bola, uni qo'ynimga solsang yo'qab ketmamdi degan g'oyibi bir sadoni anglagandek bo'ldim.
Şunun bilen öyünü aktırıp жүрüp, muşu nefis kutunu tepip, seni onun kısaldım. Yıllar öteyiverdi, lekin ben seni topu kondurmayı saklap geldim. Mana heyli hemmo, mana hemrahsen. Ama ben şunçilik akidi bilen yaşadım yo, yani nemişki muradımda yetelmeymen. Ah, Xuda, adamlardan muradıga yetmeki şunç tez müşkül müdü? Nemişka mendek xeyrip bendenge iş ağırtmaysan. Belkim Gülember bu vakitçe beni unutup ketkendi. Ama ben nemişki onu unutup ketelmeymen. Şunçilik terişip baktım. Səbiylik nörü çaqnıp durulgan bir cüp bulaqdaki közünü sadıla yadımdan çıqıralmadım. Təqdir şundaq tətir olsaydı. Keyin mən onun deyirikini qılıpmı birer yip uçuğa egi bolalmadım. Onun bilen isimdaş kızlarını uçurtup kalsam ixtiyarsız qarab getimen. Nemi üçün? Bunisi naməlum. Fakat yaxşı köygünüm üçünlüm bilmeymen. İş qılıp onu fakat unutamadım. Hey Kırpik, sen bana azap, mung həsretten başkanı ata kılışını bilmişsen, seni taşlı bitiş tek kolumda gelmese, men kandak kılay. Sen bana sadılı yardım kılalmamsan, külgüm kelvatıdı. Sen odun yardım tiligenlikim, buddun sadık tiligendekli bir iş enes mi? Sen navada acayip bir möcüze yüz berip, tirilip Gülemberge ayınıp kalgan bolsan kaşki, men ömür boyu yalğız kalmaydım. Biçare yürüdümü aram tapattı. Bilemsen, men fakat Gülemberine depla birer kızga köngül berip bakmadım. Meyli o toyup bolgan bolsumu bir kösem bolattı. Helimi esimde. Bir günü okutkucu ikimizni sınıftaki okugucularının imtihan neticesini yezip çıkışka orunlaştırdı. O eğitip berdi, men yazdım. İşxanada fakat ikimizle bar edik. Yürgüm helala soquştan toxtab kalıdığandek kollarım ixtiyarsız titreydi. Nefsim kısılattı. Bir çağda kandak bolgan kollarımızın bir-biriga tekişip kalganını sezmeyle qattık. Nereden kelgen cüret boğuydikin, bir vakıtta tağını karışıp kattınız. Yüzlerim ot aldı. Onun yüzlerimi zelledi kızardı. Bir xil illip eqim bütün bedenimge taralgandek, içimde nurgun nerslerini zikir kıldım. Nemilerini dedimkin, birer simo esimde kalmadı. Ama şu çağda dakika uçuruşup kalgan yangın közle helimi esimde. Men onu yaxşı görüp, en çoğun hatalıqı yol koygan boluşum mümkün. Ama özümni eyipleşke hakikaten acizmen. Ta hazırgıça men özümni onun 3 yılı yaşavatqandek his kılıven. Onun bilen paranlaşmışsam mı, onu körelmişsam mı, xiyalımda onu görümen. Onun bilen kişilerimde muğdışmen. O yanıla men bilen belli yaşaydı. Sen onun kirpiki boğunun üçün men seni Gülemberge köygen yürükümde kadirleymen. Onunla qaragan közümde qaraymen. Şunu sen muqaddes. Men üçün qadirlik. Sen bana ilham, təsəlli bereleysen. Yigani qalgan çağlarımda bana hemra bulup, meni Gülember bilen belli yaşavatqandek his qıldıraleysen. Şuna deymen go. Sen kudretli, muqaddes dep. Enver kirpikni kutuğa sep koydu. Onun üçün hayatıda Gülemberden ayrılıp kalışdek zor yokutuş bulup bakmagandek tuyuldu. Onun kalbide Gülember var. Şu işlerini oylasa iç-içidin uftadıdı. Adi mektepteki çağıda bir neçe kız savak dışı onu kolga düşürüş üçün xeyli tirişip gördü. Ama hemmisi neticesizlik, köngülsüzlük bilen ahırlaştı. Şu çağlarda o kirpik sırrını ahlaş yüzsüdün düşendirip mi ozdurmadı. Hayat degen şundak narsa oxşaydı. O onunla intilse bu yana biriga intiladi.
o'zi yaxshi ko'rgan narsaga erishish odam uchun umr manzillaridagi eng qiyin imtihon bo'lsa kerak. Shunga kishidan g'ayrat, aqida, pok sevgi bo'lmasa hech nimaga erishgani bo'lmaydi. Anvarga turibla maqola yozishmi xush yoqmadi. Faqat allaqachon bir yerga berib qolgan bo'lsa-mu, o'zicha sirtqa chiqib kelib qoldi. Bu yerda shaharlarnikidek yo'rib turadigan chiroqlar yo'q. Ko'chalari shunday qorong'u. Anvar hozirla kirmangu degan o'y bilan qo'l chirg'inini olmay, maqsadsizla sirtqa chiqdi. Kecha osmonda sonsiz yulduzlar chimirlab Anvarga ko'z qisishmoqda. Oy qorong'usi bo'lgani uchunmi atrof shunday qorong'u. Yo'l yoqasidagi daraxtlar to'limi sirlik. O yer bu yerlardan anlayotgan go'ng'ir-mo'ng'ir paranglardan Anvar kishilarning kinodan qaytganligini bildi. U endi nega boradi? Nima ish qiladi? O'zimi bilmaydi. Kallasi qaygancha yo'l menish degan shu bo'lsa kerak. Anvar osmondagi yulduzlarga qaradi. Yulduzlar uningga Gulambarning ko'zlarida ko'rinib ketdi. Nimachiq ko'zlar bu? Onun kirpiklari qanigina. Gulambar, to'xtanga, bir egizli gapim bor. O'zdan 6 metrchilar nerdan anglangan bu yelinish ovozini anglagan Anvar cho'chib ketdi. Gulambar? Qaysi Gulambardi u? Hatto qirishqandek shundoqmi qorong'u bo'landi jahon. Anvar yuragining xuddi ko'krigini yerib chiqadigandek dipildishi ichida yo'g'onroq tanishqimi jur'at qilolmagan holda ularning kepiga sayyaklik bilan quloq soldi. Bu nima qilganingiz Gulambar? Bugun sizni Dilnurning yotqig'iga chillab chiqsam, Siyitqerning uyiga bekini vag'ingiz nimasi? Bu Anvarning xizmatdoshi Tolibning ovozi. Seyit muallim, mening uning qizi bilan orlashishimga qarshi emas. Shunga u yerga kirishga haqqim bor. Siz meni boshqarman demay, o'zingiz biling. Javob aniq, salmoq, keskin edi. Bo'ldi, men kirib ketaman. Qiz mengishga tamshaldi. Tolib yana uning oldini to'sdi. Siz meni nemishqa bunda qiynaysiz Gulambar? Yani shu qarang ovoz. Men sizni deb talay kechalarni kirib qaqmay o'tkazdim. Ammo siz xiyolingizda yo'q shuraysiz. Ma'qul desangiz ish bitmamdi. Odamni tirib qiynag'icha. Bundaq tetiqsiz gaplaringizni kimga berib desangizdan, yo'limni to'sdim. Gulambar, unda qilmang. Men sizni bir umr baxtli qilishga qasam qilay. Keyincha sizni shaharga olib ketaman. Ma'qul deng. Hozir unimay, keyin pushaymon yeb yurmang yana. Ma'qul desangiz, ha? Qo'limni qo'yib eting. Nima degan nomussiz past odamsiz? Salohiyatingizga yarasha ish qilsangiz bo'lmandi? Meni nima chaqlayapsiz? Qizning hasati tutgan bo'lsa kerak, ovozi titrab chiqdi. Tolib turgan joyda maqlab qo'ygandek turib qoldi. Qiz qorong'ulik ichida g'oyib bo'ldi. Anvar yotoq tarafga mang'ash, heli bo'lib o'tgan ishlarni o'yladi. Gulambar? Qaysi Gulambardi u? Heli Gulambar bo'lsa-chi? Yo'q. Bu zotida mumkin emas. Bolalarcha xiyol, kulkilik tuyg'u. Sarankan menda, u nemish qildi bu kechada, yana kelib Tolib bilan. Anvar bir besib, ikki besib yotiq oldiga keldi. Ana, qorong'ulik ichida yumaloq o'sgan sidi daraxti texmi sirli ko'rinmaydi. Anvar xuddi durut o'qigandek o'ziga o'zi pichirlaydi. Tabiiy muhabbatimizning shohidi bo'lgan sida ko'rvatamsan. Bir chaqlarda sana hamroh bo'ladigan haliqi kichik bir juftlar hozir cho'pchong odam bo'ldi. Afsuski ular burunqidek biriga o'ynab kulish u yoqda tursin, aksiga bir-biri bilan tepisholmadi. Meni ko'rvatamsan?
Gülember isimlik helikı kızның derdide avarman. Nemişkiken onu xuddi yanımda badəkli his qılman. Abdülkim Əbeydullah'nın Kırpik namlıq povsitini bugün müşagiçe anlattık. Ahırını davamlıq anlattınız.